Hazinem Torpil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamisiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Tarix Ramadan G'arb madaniyat muhitida o'sib yetilgan bir musulmon mutafakkur bo'lish sifati bilan G'arbdagi musulmonlarning mo'tadil kimlik tanlash xohishini gavdalantirdi. Uningga nisbatan butkul musulmonlar dunyosining bahosi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uning siymosi G'arb dunyosiga nisbatan unchalik yiqishliqmi emas. Gerçi Tarix Ramadan musulmonlarning G'arbga qarshilik ko'rsatish istriyasini ayiblasimi, G'arbdagi bir qism kishi tarafidan yanala xubsan qiyofatdagi musulmon olim deyildi. Tarix Ramadan'a özümüzce baha beriş bu temimizden sırtıdaki iş. Ama o G'arb dünyasında münasip orun ve eğitim hukuku erişip G'arb Müslümanlarının hazırlık salayeti, mesuliyeti ve kelgüsü doğrusunda çağırıq küçük igi bayanlarını yürügüzüp kelatıdı. Biz şundaq deyaleymiz ki, köçmen süpütüdeki G'arb Müslümanlarının faaliyet boşluğu onlarının asli yurtidikidan xeyli keng kuşadı bolğan. Aziziyya Mescidi G'arbning jahonsozlik madaniyatidan farqlanadigan islomiy madaniyat va turmushga berilgan ommaviy bo'shliqning bir ifodasi sifatida sahifamizdan belgilik o'rin oldi. Musulmonlar tirishib qo'lga keltirgan ommaviy makon va siyosiy imkonlar orqali o'zlarining puhrolik majburiyatlarini asldagi turmush shakli va qimmat qarash bo'yicha o'tagan. Ular shu orqali o'zlarini ifodalagan, davlatning puhroviy ishlariga fikr qatnashtirgan. Shuna qilib bara-bara ommaviy qarashlarning bir tarkiblaguvchisiga aylangan. Bu hol bizning Britaniya jamiyatidagi puhroviy imkoniyatlarni nazarga olishimizning muhim bir ko'zniki bo'la oladi. Televizorda Londonning havo rayini uqtirganda London monar ko'rigining ko'rinishini beradi. Buningdan biz Londondagi Times daryosiga mengishib turgan monar ko'rik 1886-yil qurilgan bo'lib, bu ko'rikning bir simvol ekanligini his qilamiz. Ammo Angliya hukumat doiralarining siyosiy ishlaridan uchur berilganda hozirgi parlament organ bo'lmish Westminsterning soat munari ko'rsatildi. Bizga Westminsterdagi ashu soat munari Angliya siyosiy doiralarining belgisidek tuyg'u berdi. Futbol va olimpik tanharakatining sohibxonlik navbati talashish haqidagi gaplar bo'linganda ekrandan hayajon ilkida turgan bir to'p ommani ko'ramiz. Muxbir ularning turgan joyini Trafalgar maydoni deb tushundirdi. Biz buningdan Trafalgar maydonining mashhur ommaviy faoliyat o'rni ekanligini bayqaymiz. Londonda cho'ng kichik ommaviy faoliyat o'rinlari nihoyat ko'p. Mundaqcha aytganda demokratik davlatning mutlaq ko'p sondagi joyi ommaga mansub bo'ladi. Ammo davlat oldidagi mas'uliyatini o'zining shaxsiy e'tibori bilan jonliq birlashtira oladigan sapani hozirlagan bo'ladi. Dal mushundaq o'qitichi omma bo'lg'achqila u davlat mustahkam bo'ladi. London shahrining markazidan o'rin olgan Trafalgar maydoni xalq har xil ommaviy yig'ilish, xotir faoliyati va musiqa kechiligini o'tkazadigan ommaviy joylarning ichidagi bir qadar dangliq joy hisoblandi. Aslida bu maydonning nomi Podshoh William maydoni bo'lib, uning Trafalgar maydoni degan nomga o'zgartirilishida alohida tarixiy arq ko'rinish bor. 1788-yili Angliya boshchiligida Fransiyaga qarshi bir ittifoq tuzilgan bo'lib, Napoleon 1799-yildan e'tiboran bu ittifoqni pachoqlash tayyorligini boshlaydi. U Angliya ziminiga qo'shin tortmoqchi bo'ladi. Kuchlik Angliya dengiz armiyasini tizginlash uchun Si Villeneuve Fransiya va Ispaniya birlashma flotiga qo'mondon qilib tayinlaydi. İki tarafning flotlari dengizda xeyli mezgil tirkishadi. Oxiri 1805-yili 21 oktyabrda Ispaniyaning Trafalgar dengiz tumshuqida qattiq urush boshlanib, 5 soat atrofida davom qiladi. Bilimlik va qaysar Villeneuvening xato qo'mondonlik qilish sababidan Fransiya Ispaniya birlashma floti urushda qattiq yengilib, g'alaba Angliya dengiz armiyasining qo'mondoni Horatio Nelsonga mansub bo'ladi. Biroq qo'mondon Nelson shu urushda hayotidan ayrildi. Uning o'limini Angliya armiyasini davr bo'lgich sharaf va zafarga erishtirgan o'lim deyishga bo'ladi. U bu navbatlik dengiz urushida kona qatmal nazariyalarning iziqtirishdan qutulib, jonliq amaliy taktikalarni qo'llangan. Uning bunday ijodkorligi va qahramonligi favqulodda urush san'ati saltanatli tarixlardan o'rin olgan. Napoleon Nelsonning o'lim xabarini anglagandan keyin Fransiyaning jang paraxodlariga Nelsonning suratini esib askarlarning uni ulgi qilish to'g'riliq buyruq tushirgan.
Ko'p sondagi Uyg'ur o'qirman Napoleonning Rossiya marshali Mixail Kutuzov tarafidan yengilganligini biladi. Kutuzovning obzori Tolstoyning Urush va tinchlik nomli yirik hajmlik romanida temkin bir salobatda nazarimizga tushadi. Ammo Uyg'ur o'qirmanlari uchun Nelson degandek tunish emas, inglizlar Nelsondan shuning uchun faxrlandiki, u bir ingliz qahramoni bo'lib qolmay, o'zining Trafalgar urushidagi g'alabasi orqali Angliya dengiz tavasidagi hukmronlik o'rnini belgilagan. Kim biladi, agar shu qatimliq urushda va 1812 yildagi Moskva urushida g'alaba Napoleon armiyasiga mansub bo'lgan bo'lsa, ingliz tilining o'rnida fransuz tili dunyoviy ta'sir oladimikin? Napoleonning Moskva talafotida aytgan buyuklik bilan kulki qilish o'ttirisida faqat bir qadamli farq bor degan mashhur so'zi bizning mazkur qiyosimizga to'g'ri keladigan bir doritmi bo'lsa kerak. Biroq, shu bir qadam nimadan derak berdi? Taqdirning irodasidanmi yoki Angliya dengiz armiyasining qo'mondoni Nelson burunqi urushlarda bir qo'li va bir ko'zidan ayrildi. Oxirida o'zining hayotini taqdim qilish badaliga Angliyaning bir asrdan uzoq davomlashgan dengiz hukmronligini kapolatga ega qiladi. Keyin kishilar uning Trafalgar urushidagi g'alabasini xotirlash uchun aslidagi William maydoniga Trafalgar maydoni deb nom berdi. Bu maydon bir necha ko'chaning do'qmishiga joylashgan bo'lib, bakmi cho'ng degil bo'lmaydi. Cho'ngligi balkim bizning nahiyalarimizdagi xalq maydonlarining yer kulmiga yetmaydi. Qaysidir bir shoir bayroqni bayroq qilgan shahidlarning qini degandek, ko'limi kichik bo'lsa-mu, Trafalgar maydonini dunyoviy shuhratga ega qilgan narsa tarixdagi Angliya dengiz armiyasi flotidagi talay milliy qahramonning qini edi. Ko'z oldimdagi Trafalgar maydonida supsuzlik bir fontan o'qchib turdi. Kaptarlar sayohatchilarning qadimidan urkib qanotlarini qiqib qo'yishidi. Sayohatchilar qanqib yurishgan kaptarlar orasida xotir surat kutishidi. Maydonning bir tarafida davlatlik san'at ko'rgazmaxonasi bo'lib, uning maydonga tutashgan palampaylarida ba'zilar o'ltirguncha ussizlik ichishmoqda. Maydon atrofidagi o'rindiqlarda yashanganlar oftob sinib o'ltirishidi. Oshiq ma'shuqlar kusurilishidi. Maydonning bir tarafida beshini ko'tarib turgan bronzadan qatirilgan 4 shir haykal bo'lib, 4 shirning doirasidan 56 metr egizlikdagi bir tosh munar ko'kka bo'y so'zgan edi. Buni Nelson tosh munari deb ataydi ekan. Tosh munarining ustiga Nelsonning 5,5 metr egizlikdagi tosh haykal qo'ndirilgan. Munarning ul qismi parallel 4 tarafli shaklda bo'lib, har bir tarafiga birdan qapartma mis taxti o'rnatilgan edi. Bu Nelsonning o'z hayotidagi 4 qatimliq harbiy g'alabasiga bag'ishlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu mis taxtilar ayni vaqtda Fransiya armiyasidan olja algan zambiraklardan eritib tayyorlangan ekan. Bizda to'la odam sirtqi sayohatga chiqqanda faqat manzara yoki mag'zallarni tomosha qilish bilan cheklandi. Amaliyotda har bir shahar va bu shahardagi har bir bino ham har bir ko'cha o'z oldiga bir tarix. Yaxshisi sayohatga chiqishdan ilgari nishon qilingan yerning tarixini bir varaqlab qo'yish kerak. Shu chog'da bu sayohatning tarbiyaviy ahamiyati cho'ng bo'ladi. O'z tarixida talay namoyish, talay faoliyatlarga guvoh bo'lgan Trafalgar maydonini yuqorqi tarixiy orqa ko'rinishdan mustasno holda kuzatganimizda, uning qimmati haqida hech qanday tushunchaga erisha olmay qolamiz. Trafalgar maydoni inglizlarning milliy g'ururiga vakillik qiladi. Uning xotir ahamiyati eng cho'ng bo'lganda ingliz millatchiligi doirasida bo'ladi. Fransuz millatchiligi bilan zidlashadi. 18-asrdagi g'arbda diniy fikr shaklining suslashib berish bilan millatchilik ideyalari bosh ko'tardi. Boshda go'yo insoniyatga zo'r baxt elib keldigandek ko'ringan bu islohotlar insoniyatning beshidagi qayg'u bilan kulfatni tugatolmadi. Balki yangi bir kulfatni elib keldi, dunyo millatchilik g'avg'olar bilan to'ldi. Milliy davlatning yangidan aprida bo'lish to'lqini bugunmi pasaygini yo'q. Har qaysi milliy davlatning cho'ng kichik shaharlari har xil tipdagi milliy qahramonlarning xotiralari bilan to'shib, avlodlarga o'z millatidan faxrlanishning cheksiz tasavvur bo'shligini ato qildi. Agar bu milliy iftixor avzaylab sistemlashsa yoki tuzumlashsa, shovinizmni keltirib chiqarish mumkin. Bu haqda De Gaullening muni so'zi toza loyiqada tushgan. Xalqning muhabbati birinchi o'rinda tursa, vatanparvarlik bo'ladi. Boshqa ellarga bo'lgan o'chmanlik birinchi o'ringa o'ssa, millatchilik bo'ladi. Dunyodagi har qaysi el o'tirisidagi kuch tangponliqning o'zgarishi davrining o'zgarishidan derak beradi. Har holda bugun tar qursoq pozitsiyaning hech kimga foydalib kelmaydiganligini tushunib yetgan insonlar oz emas. Milliy manfaatni tar millatchilik ko'z bilan ko'radiganlarning oshkor bozori yo'q. Hech bo'lmaganda Yevropada shundoq. Trafalgar maydonida zot qanchalik ommaviy faoliyat bo'lib o'tdi, buni hozircha bizga noma'lum. Ammo kishilar bu maydonda turib hukumatga o'xshamaydigan qarashlarini bildirdi. Iroq va Afg'oniston urushlariga qarshi talay qatimliq namoyishga Trafalgar maydoniga o'xshash nurg'un maydon obdan shohid bo'la oladi. Bu maydonlar grajdanlarga qoldirilgan faoliyat so'z bo'shligining namoyandi sifatida xalqni hokimiyat ishlariga dadil qatnashtirishda vositalik rol o'ynaydi.
Гражданлыкның мөһим шартлардан бири дәүләт ва җәмгыятьнең барлык эш тугрысында бемалал музакира кылыш фурсәтенә erishgan булыш. Талаш тартыш аркылы ортак адалатны тепип, уни мизан кылыш. Эркин талаш тартыш булмаган yerdə мәсьәләне адил хәл кылыштан гәп ачкылы булмайды. Londonda мәнәви тормышымны бейитқан yana bir o'rin bor. U bo'lsa-mu Haydi bog'chisi. Bu bog'cha markaziy Londonga joylashgan cho'ng bog'cha bo'lib, odatda Londondagi xon jamoat bog'chalarining biri hisoblanadi ekan. Necha asrlik tarixni boshdan kechirgan bu bog'cha o'zining buyuk parasoqligi bilan ko'ngilni ram qiladi. Cho'ng darvozadan kirish bilanla egiz qiyri daraxtlarning quchoqlarida yiroqqa so'zilgan taram-taram yo'llarni ko'rgil bo'ladi. Yo'llar go'yo daraxt shoxlari bilan yepilgan yeshil koridordek edi. Bog'chada odamlar shalon xotir qimmatidagi haykallar, munarlar, supalar bog'chaning tabiiy muhitiga ta'sir ko'rsatgudek darajada ko'p emas edi. Sanoatning büyüklüğü bo'lmuş Londonning markazidagi bu yeshil davoda qaysi nuqtadan qarmayli yanil tabiatning bir bölügi bo'la olgan edi. Cho'ng yo'llardan tarmoq yo'llar shoxlandi. Yo'llarga tutishidi. Ba'zi daraxtlar shoxlarini pastga yeyib, yomg'irda panohlang'ili bo'lg'idek darajada bir yeshil kap. Yo'l bo'yidagi bo'sh o'rindiqlar g'azanlar to'kilib qolgan. Bog'chani bisramjon qilgan kishilar bo'lmag'achqa, bog'cha go'yo har bir sayyohga o'ngchi qilgandek tuyg'u berdi. Ba'zi yo'llar ushtum tutalda mayin chiqib turgan zumrad gullarga ilib bordi. O'zib yurgan suv qushlari yolg'izlikdan ich pushgan odamga obdalla armak bo'la oladi. Sudagi biliqlar va qushlarning g'arazdan xoli muloyim ko'zlari raqobat va xirs bilan to'lgan bu dunyodagi haqiqiy tasalli edi. Qushlarga amroqliqim kelgandan birini tutib olib bag'rimga ching bosqim, ko'zlarimni surtgim keladi. Ammo bunday qilish shu vaqtdagi hissiyotimga munosib kelgan bilan qushlarga nisbatan bir zo'ravonlik edi. Shunday vaqtda muhabbat bilan zo'ravonlikning oraliqi birdamlikli musofi bo'lsa kerak deydim o'zimga. Bir kuni bir g'az tumshuqlarini so'zib og'zini chakildatdi. Bu hal g'ayrilik suyishni unutib ketgan odamiga berilgan azoblik iltifotdek tuyulib ketdi. Manga tabiatning hidin bergan Haydi bog'chisi nozik hislarimga quchoq ichib, jamiyatning o'gaylishidan paydo bo'lgan dil sunuqimga malham bo'lgan edi. Aptab chiqqan kunlarda ba'zi buvay mumaylar bog'cha mulozimatxonasidan oriyatga olgan qatlam o'rindiqlarini yeyib o'ltirguncha uxlab ketishadi. Albatta, Haydi bog'chisi haqidagi ta'sirotim orad mushul emas edi. Londonliklar Haydi bog'chisida har yakshanba tushdan keyin kishilar tarafidan ixtiyoriy shakllanadigan voizlar supisini obdan bilishidi. Vaqtim bo'lsa har yakshanba kuni tushdan keyin shu yerga boratdim. Turgan uyimdan Haydi bog'chisiga odul apiradigan avtobus bor edi. Nashtadan keyin tozalik qilib kiyimlarimni ratlab olatdim. Ondan qatnon sandviç tayyorlab olib yo'lga chiqatdim. Bog'chaga yetib borgandan keyin bir o'rinni tepib o'ltirib tushlikka g'izolanatdim-da, voizlar burjiki vaqtining to'shishini kutatdim. Vaqtning to'shishi bilan kishilar taraf-tarafdan yetib kelishadi. Birdamdala 5-600 odam yig'latdi. Voizlar o'rindiq qatlam shut qatorliq narsalarni ekilishib xalgan yeriga qo'yib munbar qiladi. Ular o'zlari ilib kelishgan bu harakatchan munbariga chiqishib so'zlarini boshlaydi. Anglovchilar qaysi voizning so'zini yoqtirsa, shuning oldida turadi. Bu yerda men inglizchadagi speaker degan so'zni uyg'urcha voiz deb ilishni muvofiq topdim. Uning ma'nosi vaz aytquchi degan bo'ladi. Ular o'zlarining maslaklarini to'sqinsiz holda so'zlaydi. Voizlarning ba'zilari yosh, ba'zilari yashangan edi. Ba'zi voizlar xeyli jalbkor bo'lib, anglovchilari ko'p bo'ladi. Ular kishilar ko'ngil bildigan real, ijtimoiy, siyosiy masalalarni so'zlaydi. Ularning so'zi tanqidiy ruhga intayin boy bo'lib, Angliya hukumati yurgizayotgan ichki tashqi siyosatlarni qattiq ayiblaydi. Hili boshni, hili bilayirni tilga ilib so'katdi. Ba'zi yumoristik iboralar anglovchilarni kuldiradi. Anglovchilar ixtiyorsiz chavoq chaladi. Voizlarning ko'rinish jihati hech qanday alayda tarbi yo'q bo'lib, kiyinishlari shu qadar oddiy. Udul aytganda, ular oddiy odamlar orasidan kelgan edi. Ba'zi voizlar Falastin masalasi ustida, ba'zilari Afg'oniston masalasi ustida so'zlaydi. Temalar shunday keng. Sri Lanka kapitalizmning qorong'uligi, jamiyatning bema'niligi, dunyoda hammaga barobar muomala qiladigan federal hukumat qurish kerakligi, xristian va islom masalalari albatta temalar xalqaro vaziyatning yangi yuzlanish bo'yicha vujudga kelsa kerak, ular uchun hech qanday bir ideya cheklangandek emas. Ba'zida munozir qaynab ketadi. Ba'zi musulmon yoshlar g'arbning ziyonkashlik ustidan shikoyat qilganda, kimdir biri xristian bo'lsa kerak, uningga raddiya beradi va musulmon mamlakatlaridagi hukumatlarning cherikligini fosh qiladi. Bu munozir shunday qizib ketadiki, anglovchilar ikki tarafga bo'linib fikr qatnashtiradi, lekin urush jidal tillashish, haqoratlashlar yuz bermaydi. Qonun bu qilmishlarga yo'l qo'ymaydi. Har bir voizning bayrog'i yoki tub shuari yozilgan taxtasi bo'ladi. Ba'zi voizlar birmi anglovchisi yo'q bo'lsa-mu so'zlaydi. Ishimda ularning irodasiga bekrak qoyil bo'lardim. Ba'zilari o'z-o'ziga so'zlaydi. Ularni biroz normal emasdek his qilardim. Ish qilib, bu yerda kimning so'zligisi bo'lsa so'zlaydi. Aytilishicha, mushu yerda so'zlab yurib, nurg'un siyosiyon va notiq yetishib chiqqan ekan.
İnglizce anlash saviyamni o'stirish g'arazida bu yerga kelib nurg'un fikriy hosilatga ega bo'ldim. Aldi bilan vaizlarga qilingan shu qadar keng qursaqlikdan hayron bo'lmay turolmadim. Sharq hokim mutlaqligi asrlardan beri kishilarni jim turishga dalolat qilib kelgan edi. Bizning tarixdagi mutafakkirlarimizmi put yugurigi oshqa, eg'iz yugurigi boshqa. Beshing nadin ketar, tilingdan deb ogohlantirib kelgan edi. Biroq ko'z oldimdagi naq maydon odatlangan tilimni idora qilish ideyamga hujum qilib, tamoman o'zgacha bir reallikning paketini e'tirof qilishga majbur qiladi. Men vaizlarning so'zlaridan so'zlaganga bu jahonmi ostin ustin bo'lib ketmaydi ekan ha deb o'yladim. Chunki bu yerda hamma odam so'zlaydi ekan, lekin har bir so'zlaguvchining fikri mutlaq to'g'ri bo'lmaydi ekan. Balki bir-biriga qarim-qarshi so'zlardan haqiqatning o'xshashmagan yuzi oshkor bo'lib, har qanday insoniy fikrning nisbiyligi kishilarni tanqidiy pozitsiya tutishga elib bordi ekan. Şoңlашqa, bu yerda biror zotning so'zidan bo'rondek uchib ketadigan yengiltek puhralar ko'p bo'lmaydi ekan. Zaminning ma'lum bir bo'lagida sovuq bo'lsa, yana bir bo'lagida issiq bo'ladi. Bir yerda shamol chiqsa, yana bir yerda tuman bo'ladi. Yer shari o'zining ekologiyasini ana shunday saqlaydi. Bir jamiyatning fikr ekologiyasimi har xil fikr, hatto qarish fikrlarning bir-birini nisbiylashtirib tangpo'liq hosil qilishidan keladi. Surishtirsam, Haydi bog'chisidagi vaizlar supisi tunogilli paydo bo'lib qolgan emas ekan. Xanjamat bog'chisi 1637-yili ochilgan bo'lib, vaizlar supisi 1700-yillarda shakllangan ekan. Uning Haydi bog'chisidagi hozirgi o'rni 1851-yili ta'sis qilingan ekan. Fuqarolarning talay qatimli qo'zg'oloni, namoyishi va o'qti qo'pish natijasida vaizlar supisi qonunlashib, o'z navbatida Britaniya qonunlarining qonuniy sifati va haqliqligini ilgari surgan edi. Haydi bog'chisining vaizlar supisi ayni vaqtda Londonda turayotgan Karl Marx qiziqishini qo'zg'agan bo'lib, Marxmi proletariat sinifining manfaati to'g'risidagi ba'zi nutqlarini ana shu yerda so'zlagan ekan. Bu yerga yana Lenin, George Orwell, Kwame Nkrumah qatorliq nurg'un dahiy va yozuvchilar aktiv ishtirok qilgan ekan. Tarixdan xabarim bo'lmag'achqa, oldindagi bu vaizlar supisi Angliya tuproqi bo'lishga tegishli oddiy bir hodisa sifatida ko'ringan edi. Ammo uning tarixini yuzaki varaqlab ko'rdim, bu kichikgina yer fuqarolar fikr erkinligi va demokratik tuzumning tirik uchuqi bo'lib chiqdi. Tarixning odati shuki, yangi ideyalar o'z davriga sig'maganda, u kishilarning xiyoliga yetmagan bir bulungda yushirinib turishga majbur bo'ladi. Bu hali Yusuf alayhissalom bilan Musa alayhissalomning taqdirini esimizga soladi. Bir tarixiy davr uni oxirlashtirg'uchi kuchga hamon homildor bo'lmay qolmaydi. Bundaq vaizlar supisi Londonda bo'lib qolmay, Angliyaning boshqa shaharlaridan bor ekan. Shundaqla Avstraliya, Kanada, Gollandiya, Ispaniya, Singapur, Tayland qatorliq davlatlarda bor ekan. Germaniya filosofi Jürgen Habermas o'z nazariyasida aloqa aqli degan bir uqumni o'ttirib qo'ydi. Odatda to'la odam muayyan masala to'g'riliq ba'zi munozara qilishganda har qaysi o'z fikrlarini yo'rg'iltib, qarshi tarafning fikrlarini hurmat qilmaydi. Ba'zida o'zini tutolmay qarshi tarafga til soladi, hatto qo'l soladi. Diktatorlarni o'ziga yoqmaydigan har qanday fikrni qo'pollik bilan bostirdi. Habermasning qarashicha, o'xshamagan fikrlar ustidagi talash tortishlar aqliy prinsip ustiga qurilsa, hammaga o'rtaq fikrni tepib chiqqili bo'ladi. Agar ommaviy so'zlashmaga qatnashgan odamlarda aqliy safa va astoydillik bo'lsa, so'zlashma va munozarada o'rtaq tunish hosil qila oladi. Ammo o'xshamagan e'tiqod, o'xshamagan maydon, o'xshamagan qimmat qarashdagi odamlarning qimmat qarash va maydoniga berib taqildigan munozarasida o'rtaqlik yaratqili bo'lamdi. Bundaq ahvolda kishilarning o'xshamagan qimmat qarashni birlikka keltirishning o'rni yo'q. Faqat har bir taraf bir-birining mavjudligini hurmat qilsa bo'ladi. Ularni silishtirish, o'lchash va darajaga turg'izish orada jiddiychilik paydo bo'ladi. Odatda qahvaxona, klub, ommaviy maydon, restoran, intertorxonasi, intertori, gazet, jurnal qatorliqlar doim fikr almashtirilib turadigan ommaviy so'rin bo'lib hisoblanadi. Bu yer odatda kishilar jam bo'lib, ommaviy ishlar to'g'risida aqliy tanqidiy talash-tortish qiladigan so'rindir. Bu so'rinda kishilar ijtimoiy masalalarni erkin so'g'uqqan holda muzokara qiladi. Bu orqali davlatning siyosatiga ta'sir ko'rsatadi va siyosatning odillik unumini oshiradi. Shunga bir davlatda bunday so'rinlarning ko'p bo'lishi fuqarolarning davlat ishlariga aralish imkoniyatining ekanligidan saviyasining yuqoriligidan derak berdi. Odatda nomrodlik iqtisodiy kirimni o'lcham qilib tushuntirildi. Iqtisod ilmining vijdoni deb ta'riflanadigan Nobel iqtisod mukofoti sohibi Amartya Sen taraqqiyotni GDP yoki o'tirchi kirim orqali emas, erkinlik bilan o'lchash lozimligini aytdi. Chunki bir odamni yetarli tarbiya elish, o'zi qaror chiqarish, fursat tanlash huquqi bo'lishi kerak. Bu ma'nodan aytganda, haqiqiy nomrodlik bir odamning o'zida qanday odam bo'lish, nima qilish o'lchamining bo'lmasligi, shundaqla jamiyat ishlariga fikr qatnashtirish zo'qining bo'lmasligi, to'g'risini aytganda, qatnashtirug'idek ideyaning bo'lmasligidir. Bu ma'nodan aytganda, ommaviy so'rin va ommaviy munozara ruhiy ijtimoiy farovonlikning yana bir yuzidir. Men Uyg'ur tili o'qituvchisi. Pilik bo'p ishladim, may bo'lib aqdim.
Yurtumning tashlandiq chirog'lariga, alifni tamdirab yozgan balaning singdim quvvat bo'lib barmoqlarga. Abduqodir Jaloliddin, Mamdili To'xtahoji. Britaniya universitetlarining 2 nafar doktorantiga Uyg'ur tili ana tilimdan dars o'tib qilishimni haqiqatan o'ylamagan ekanman. Ularga men Uyg'ur tilidan dars o'tgan shu kunlar meni intayin quvondirgan, avundirgan, ana til g'ururimni qondirgan o'zikchi kunlar bo'lganki, unutib ketolmayman. O'qirmanlarimga bu haqda bir necha sahifa izhorimni qoldirmasam, ko'nglim aram topmaydigandek turadi. London Universitetining Sharq va Afrika tadqiqot yurtidagi musiqashunos Rajil xonim o'zining bir o'quvchisining Uyg'ur tili o'rganishi ehtiyoji borligini aytib, mening dars o'tib beruvdek vaqtimning bor yo'qligini so'ragan edi. Men o'z navbatida vaqt chiqarishning ilojini qildiganligimni bildirgan edim. Arada necha oy o'tib ketgachkimikin Rajil xonim bilan bo'lingan u gaplarni yodimdan chiqarib qo'ygan ekanman. Bir kuni telefon keldi. O telefon meni xushal ham hayron qildi. Assalomu alaykum Abduqodir aka. Men Rajil xonimning o'quvchisi Vel bo'laman. Telefondagi ovoz nihoyat salmoq bo'lib, so'zlar asta va dona-dona edi. Shividan go'yo bir o'zbek yigit bilan paranglashgandek ta'sirotga kelib qoldim. Vel menga Uyg'ur tili o'rganish ehtiyojining borligini, meni uningga Rajil xonimning tunishtirganligini, telefon nomerimni Rajil xonimdan olganligini aldirmay so'zladi. Biz ko'rishadigan vaqt bilan o'rnini deyishib telefonni qo'ydik. Londonning bir ko'chasida edim. Ko'z oldimda aldirab tinib negadir ketayotgan piyodalar, mashinalarmi o'z yo'lda, piyodalarmi o'z yo'lida. Odamlar to'lqinda men bir begona. Bu qadamda bir tunishlarim uchrab, qizg'in ahvollashib o'tadigan do'nko'rik ko'chalar emas edi. Telefondagi o'zbek tishi va xiyollarimni Qashqar bilan Toshkentga ilib ketgandek bo'ldi. Lekin men London ko'chalarining birida turyapman. Shu topda xiyolimdagi ana makon manzaralari bilan ko'z oldimdagi London ko'cha manzarasining farqini ayray olmay, qadirmash holatda esankirab turatdim. Balkim bu ana tilning sehriy kuchi haqidagi oddiy bir misol bo'lsa kerak. Bir amerikalik bolaning og'zidan anglagan o'zbek tishi va ma'naviyatimga ana yurt hidini boshlab kelgandek bo'ldi-da, go'yo. Özüm Londondaman, ammo xiyolimda kezar Qashqar, yana yarkan Buxoro, Andijonning har biri axtar. Degandek bir hol namoyon bo'ldi. Tilni ruhiy vatan deb talay zikr qildik. Shundaq ishkanligiga kim gumon qilar? Tuyg'ularim tatliq bo'lgan holda piyodalar orasida o'zim bo'lib aqdim. Qadamlarim ishonchlik va bemalol edi. Shoir til uchun yashaydi degan shu-da. Til bilan bir millatning xulqiy va tarixiy deganimizda, shoir ularni oldi bilan vijdoniga, ondan qog'ozga putidi. Putishgan vaqtimiz bo'yicha Vel bilan ko'rishdim. O kuni men 13 minut baldir kelib qoldim. London universitetidagi Osiyo Afrika tadqiqot yurtining uduldagi kitobxonada kitob ko'rgach Velni saqladim. Vel ikkimiz burun ko'rishib baxmagan belgilangan yerga kelsakmi, damonliq tunishib ketolmaydik. Men kitob ko'rgach orqa oldimdagi odamlarga sapsilib o'ltirdim. 20 minutlar o'tdi. Birini izlaydigan talati bor, birasini ko'rgandek qilmadim. Oxir telefon qildim. Keynimda bir ovoz anglandi. O'rilib qarsam, pakarg'in bir bola turibdi. "Vel, siz bo'lamsiz?" dedim men uningga. "Siz Abduqodir akammi?" dedi umu. Bir amerikalik bola bilan Londonda uchrashib, turkiy tilning Uyg'ur, o'zbek shivlarida gaplashish ma'noyida tasodifiy ham qiziq tuyuldi. Mushundaq naq paketni tuyg'um darhol qabul qila olmadi. Biz kitobxonaning sirtiga chiqdik. Men uningga inglizcha so'zlasam, u o'zbekcha javob beradi. Chet elliklar til o'rganishga kelganda o'ziga nihoyat puxta bo'ladi. Har bir fursatni o'zlarining nishonidagi o'rganishga to'g'rilaydi. Men mo imkon qadar inglizchamni jiqroq mashq qilsam deydim. Ammo o'rgatuvchi bo'lish sifatim bilan fursatni Velga o'tinib berishimga to'g'ri keldi. Velning bo'yi diqmoq bo'lib, muloyim parqirab turgan ko'k ko'zlari hammadan burun ko'ziga chiliqatdi. Cho'kirib kiyib olgan kepkisi cho'nkilib qolgandek edi. Uning ko'zlari kepkaning qasqinni ostidan gungurt yalqondek yeshil ko'rinadi. Uning maykisi, chapini, hatto oyog'imi o'ziga cho'nkilib qolgandek edi. Mashrang ishtinning eg'i yo'g'on bo'lib, tizig'icha sangilab turadi. Jumron siyriq soqollari yuzlarini bir olgan. Shu topda o'ziga e'tibor bermaydigan bir bolaning siyoqi ko'z oldimda edi. U atrofga tamoman beparvo ediki, mushu muhitda faqat o'zili bordek ta'sir beradi. So'ralgan savollarga izlangulik bilan qisqa javob berib, to'shukday qarab turadi. "Biz ozroq paranglashaylik", dedim men uningga. "Mushumi bir o'rganish, siz Uyg'ur tilini qaysi darajada o'rganmoqchi?"
Velli o'zi haqida so'zlab berdi. U azroq so'zlab to'xtab qolganda, men savol bilan chuqchilab turatdim. Ma'lum bo'ldiki, u Rachel xonimning doktorant o'quvchisi bo'lib, etnik musiqashunoslik yo'nalishi bo'yicha o'zbeklarning 6 muqomini tadqiq qilib o'tibdi. Toshkentda bir mezgil turib o'zbek tili o'rgangan ekan. Uningdan burun Eronga berib, Paris tili o'rganibdi. Parischa kitoblarni, hatto qo'lyozmalarni o'qiy oladi ekan. Navbatda doktorlik dissertatsiyasini yozishning tayyorlik bosqichida Uyg'ur muqomlar haqidagi ba'zi zarur ma'lumotlarni bilishga to'g'ri keldi. U O'rta Osiyo rayonlaridagi xalqlarning musiqalaridan muqomga oid uchurlarni keng doirada qidirib chiqibdi. Ozarbayjon muqomlari haqida izlanib ko'ribdi. U hozir 20-asrning dastlabida o'tgan o'zbek muqomchilar va sozindilar haqida ayni yillarda qoldirilgan bir qism risolani ko'rish bilan birga Xotinda 19-asrda yashab o'tgan tarixshunos Mulla Ismatullo Binni Ne'matullo Mo'jizining Tavarixiy musiqiyon degan asarni hozirgi zamon Uyg'ur tili nashrini ingliz tiliga tarjima qilgan ekan. Onun menden kütülgan ümidi Özbekçe risallarning u tushunilmagan taraflarini sharhlab berish va Tavarixiy musiqiyonning inglizcha tarjimasining to'g'ri xato taraflarini ko'rsatib berish ekan. Men bu umidni xo'shallik bilan ustimga oldim. Bizning birinchi navbatlik darsimiz o'zaro tushunish va maqsad programmalarini aniqlash xarakterlik suhbatdan iborat bo'ldi. Keyin biz darsni Tavarixiy musiqiyonning inglizcha tarjimasini qayta ko'rib chiqishdan boshladik. Vel tekstning aslini oldirmay o'qiydi. U tushunilmagan iboralarning ostiga qarindosh bilan sizib qo'ygan bo'lib, men ularni inglizcha izohlab berdim. Jumlalardagi notanish so'zlarning ma'nosini tushuntirib bo'lgandan keyin Veldan butun bir jumlaning mazmunini qanday tushunganligini so'raydim. Vel og'zak holda inglizcha tarjima qiladi. Ma'no to'liq chiqqanda u jumladan xo'shlashib yangi bir jumla tutush qilatdik. Ba'zi uyg'urcha so'zlarni tushuntirishda inglizcha so'zliklarim yetmay avara bo'lib ketdim. Shu vaqtda mufassal tuzilgan uyg'urcha inglizcha lug'atning bo'lishini bekla arzu qildim. Millatlar aralashib yashayotgan bu xalqimiz madaniyat aloqa davrida o'zining mavjudligini ifodalab yashayman deydigan xalqning dunyodagi ta'sirchan xalqlarning tillari bilan bo'lgan silishtirma izohli lug'atlariga ega bo'lishi va tildagi nozik taraflarni shu tillarda dal va aniq tushuntirib berishi nihoyat muhim edi. Gerçi bizde Uyg'urcha va inglizcha silishtirma lug'at barliqqa kelgan bo'lsa-mu, ko'lamlashgan ishonchlik bir lug'at qo'limizga chiqmadi. U qo'limizda bo'lgan bo'lsa, tilimizni qoidalik, mantiqliq tushuntirishimizga ravon yo'l ochilgan bo'ladi. Velning qo'lida o'zbekcha, inglizcha bir lug'at bor edi, ammo u ancha cho'ng emas bo'lib, ba'zi nozik iboralarning izohatini topqil bo'lmaydi. Vel ba'zi so'zlarning ma'nosini zig'irlab so'raydi. Men ularni ingliz tushuntirib berishga amalsiz qolatdim. Chunki menda bir so'zning o'xshamagan jumla o'rnidagi tuslarini, grammatikalik ma'nolarini, har bir ehtimollik kengaygandagi yoshirin ma'nolarini tasvirlab bergudek inglizcha so'z boyligi va ifoda kuchi yo'q edi. Şeylarning ismlarini tushuntirish qiyin emas, biroq insonlarning ichki dunyosidagi murakkab o'zgarishlarni, ma'naviy to'qinishlarni, ilohiy tevinishlarni izhor qiladigan sifat, ravish va fe'llarni ikkinchi bir millatning lug'at tarkibi bilan taltukis ifodalab berish mumkin bo'lmaydigan ish edi. Ma'lum bir sifat bayon qiluvchining o'zi bayon qilayotgan sheyi bilan ma'naviy aloqasidan derak beradi. Vaqti kelganda uning sifatining o'rnini ikkinchi bir bayon qiluvchi bosolmaydi. Bu hal insonlarning metafizik kechirmishlarini ifodalashga yuzlangan nozik she'rlarda tipiklashgan holda diqqatimizga chaliqadi. Payg'ambarlarning ilohiy ilhomlarning turtkisida aytgan so'zlarining ichiga kirish hamma odamga nisb bo'lavermaydi. Chunki odamlarning ilohiy dunyo bilan bo'lgan aloqasi o'xshashmaganning ustiga xeyli ko'p odam moddiy dunyoning yuzida chala savod bitib yurgan bo'ladi. Mushu ma'nodan aytganda, har bir til qoida va ma'ni jihatdan insoniy o'rtoqlikqa ega bo'lish bilan bir vaqtda o'z oldiga yegonadir. Bu yegonalikni tashkil qiluvchi xususiyatlarni boshqa bir tilning xususiyatlari bilan tasvirlab bergil bo'lmaydi. Shunga bir millatning bir butkul hayotida uning yerlik tilining o'rnini har qanday boshqa bir til to'liqlab bera olmaydi. Men bunday fikriy kechirmishni bir inglizcha yoki xanzuch atalg'ini uyg'urcha hal qilish yuzasidan lug'at axtarganimda yoki she'r tarjimasi bilan shug'ullanganimda ro'shan his qilib qolman. Li Goshyang apandining tarjimasidagi navbati Mulla Bilal she'rlarini ko'rgandimi, shunday ta'sirotda bo'lgan edim. Demak, har bir til ko'p nupusliq yoki oz nupusliq millatlarning tili bo'lishidan qat'iy nazar tanish yo'q bir tildirki, uni ikkinchi bir tilning ayrim taraflarini o'lcham qilib baholag'il bo'lmaydi. Charchagan chaqlarimizda vel ikkimiz azroq sovuq ichimlik ichatdik. U har holda o'quvchilik mehrini yetkazishni unutib qolmaydi. U mening nima ichadiganligimni so'rab olgandan keyin yaqin yerdagi avtomatik ichimlik ilish sanduqidan o'ziga va menga ichimlik ilib keladi. Pul tanglasam ba'zida oladi, ba'zida olmaydi. Biz to'laroq London universiteti o'quvchilar oshxonasining xilvatrak bir yerini tanlab o'ltiratdik. Oshxona bir kunning hamma vaqtida mulozimat qildi ekan. Odamlar ancha ko'p bo'lmasmi, uzilmay kirib turadi. Tatliq turim, mevchi va qahva va choylar har zamon tayyor edi. Shira va o'rindiqlar o'g'inish qilishga aplik edi.
Amerikadagi uyingizga berib turamsiz deb so'radim uningdan. Yilda bir qatim boraman dedi u. Agar bormay qo'ysam, opam mendan ranjiydi. Opam menga bek amroq. Londonga kunalidingizmi? Menga hamma yer o'xshash. Londonning havosini ancha yoqtirmayman. Bo'libmi pulim az qolgan kunlarda pul bo'lmas London texmi zerikishlik. Hamma yerda shu. İstanbulni yoqtiraman. İstanbul bek go'zal. Pat-pat berib turamsiz? Bir haftalik vaqtim bo'lsa, İstanbulga ketaman. U yerda asl do'stlarim bor. Aldımdaki vel dünya puhrası idi. Onun pasportumu hamma tüşükten ötelaydı. Qaysidir bir davlatga berish vel uchun aytganda turpanliqlarning Urumchiga kelishiga o'xshashli bir ish edi. Velning davlatining puli, pasporti, gipi hamma yerda o'tidi. U qandaqliki joyga berib, ona tilida so'zlasa, tushunadigan odam chiqadi. Shundaqdimi u Parischa, O'zbekcha, Turkcha so'zlaydi ekan. Bu tillardagi ilmiy, tarixiy meroslarni ko'rdi ekan. Yosh jihatda mendan 10 yosh kichik bo'lgan vel dunyoni ko'rib cho'ng bo'lgan edi. Şoň o dünýäniň ýerak jaýlaryga siňyp ýaşaşny obdan biletdi. Bir güni vel bilen düşdün keyinrek görüşdüm, lekin o görüşdigan ýerge adady boýunça kelişken wagtda kelmegen idi. Men mo velning bundaq azminaji qiliqlaryga könüp qalgan edim. Velge telefon qılıp edim, o ücretde turup tamak ýelyp atganlygyny, hazırlyk kildiganlygyny aýtdy. London Universitetidagi SOES'ning oldida uzun bir ücret turatdi. Vel şu ücret ekan. Ücretde turayotganlar London Universitetining o'quvchilari bo'lib, qiziqonlar aralash edi. Aslida ular yaqin atrofdagi diniy jamiyat tarqatgan saxovat tamoqini yemoqchi bo'lganlar ekan. Diniy jamiyat Budda diniy jamiyati bo'lsa kerak, har haftada bir qatam o'quvchilarga haqsiz tamoq beradi ekan. O'quvchilar bir-birlaridan chaqchaqlashib qilib, parang salg'ash telefonlarini o'ynag'ash navbat saqlaydi. Ücretga kelishgan tannoz qizlarmi oz emas edi. Qaraganda ularmi budxonning saxovat tamoqini ilib yeyishdan arsinmagandek qiladi. Ular bu tamoq orqali hech bo'lmaganda 2-3 fond sterling pulni tejab qalalaydi. Vel ahir aldımğa payda boldi. O meni saqlatqaniga özürxanlyk aytib ötüp, qag'az qachidagi tamoqqa tutush qilg'il turdi. Onun qo'ldagi tamoq tamamen go'shsiz bo'lib, qora ochliqdan etilgan ekan. Xeyli mazalik burdi. Pulingiz bar turib saxovat tamoq yeydigansiz. Av o'quvchilarim shunday qo'dayman, dedim men. Vel mug'ambarlik bilan kulib qo'yib. Agar bu tamoqni biz yemasak, ular savobni nerdan topadi? dedi. Sizlar Amerikaliklar hammishda savdo qilasizlar. Siz bu tamoqni savobga tegishibsiz-da. Ular savobga muhtoj, men tamoqqa, dedi Vel kulib turib. Amaliyotchilik, pragmatizm Amerikaliklarning qimmat qarashining negizi. Ular hamma narsadan foydalanishni biladi. Men ko'rgan g'arbliklar menga bunday ta'sirotni berdi. Amaliy qimmat bo'lmagan narsalar uchun boshqalar bilan ziddiyatlashib yurmaslik. Bir odamning 90% keraksiz yeri bo'lsa-mu, uning 10% foydali tarafidan foydalanishga to'g'ri kelsa, murassa qilish va erishadigan manfaatni ilib bo'lgandan keyin chiroyliqcha chekinish. Bu dunyoga manfaatga uyg'un holda muomala qilishning amaliy misollari bo'lsa kerak. Vel muzikaning kitobiy bilimlarini o'rganish bilan cheklanmay, yana ravobmi o'rgan degan. Men uning taklifi bilan O'zbekistonning Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya birlashma podshohligi Angliyada turishliq bosh elchixonasida o'tkazilgan Navro'zlik san'at kechaligiga daxil bo'ldim. Koridorga Ulug'bekning rasmi tushirilgan lavha isilgan bo'lib, ikki tarafda O'zbekistondan chiqadigan badam, qora kishmish, gul qoqlar chiroyli tizib qo'yilgan. O'qishda pishirilgan har xil tatliq turim dasturxonni bizab ko'ngilni mahliyo qiladi. Bu oqshomga O'zbekistonga aloqador siyosiy arboblar, olim mutaxassislar ishtirok qilgan edi. Ularning ba'zilari bilan tanishib ekanman. Hammamiz kichik bir zaldan o'rin oldik. O'zbek elchi Navro'z xususida qisqacha so'z qilgandan keyin konsert boshlandi. Uduldagi ekranda o'zbeklarning Navro'z faoliyatiga doir go'zal ko'rinishlar almashib turadi. O'zbekcha naqshlar va usullar o'zbek yoshlar va chet elliklarning hamkorligida o'rindaldi. Mahoratlar voyaga yetib ketmagan bo'lsa-mu, numurlar jalbkor va yiqishliq edi. Birozdan keyin Vel rabobni ilib sahnaga chiqdi. Beshig'i badam do'ppa, uchisiga kanva ko'ylak kiyib olgan Vel Uyg'ur yoki o'zbek yigitlaridan farqsiz bo'lib qolgan edi. Qizil atlasdan tambal va ko'ylak kiyib, beshig'i do'ppa qo'ndirib olgan bir qiz topni ko'tarib chiqib Velning qashidan o'rin oldi. Vel o qizni menga italiyalik deb tunishtirgan edi. Egiz va pastlik kelgan italiyalik qiz atlasning ichida to'lgan oyga o'xshab qolgan edi. Uning murisiga yilib turgan qo'ng'ir sochlari yondagi derazadan kirgan shamolda mayhin to'zib turadi. Bir o'zbek yigit muqam aytdi. Vel bilan italiyalik qiz sozlarini tankash qildi. Ularning numri mo'liq melodiya ichida kishilarni ig'ri sukutga g'arq qildi. Velning zahnidagi qiyofati bir san'atchiga ancha o'xshab ketmasmi, ravobni chanmaydigan darajada yaxshi chaldi va guldiroz olqishlar ichida sahnadan tushdi. Taqdirining ochilida ishkilinib turma, qadamingni ol, ishingni boshla degan mazmundagi bir aqliya kallamdan kechdi. Vel hammadan yaxshi qildiganlardan bo'lmasmi qildi. Demak, dangsabli yurmay qilish kerak. Eng yaxshisiga shuningdek yetkili bo'ladi.
Velning sabab bilan yana bir konsert kechaligiga qatnashib qoldim. Vel o kuni baldiroq kelishimni, birga tamoq yeydiganligimizni aytdi. U oqshimi London universitetidagi SOESning Uduldagi zalda Ozarbayjon muqomlari o'rinlandi ekan. Muqomchilar Ozarbayjondan taklif qilingan xalq muqomchilari ekan. Biz degan vaqtda o'quvchilar oshxonasida ko'rishdik. Vel chiroyli bir qizni agashtirib kelgan edi. Vel meni o qizga tunishtirdi. Qiz azroq egilib menga salom berdi. Vel orqadan o qizni menga tunishtirdi. Samira, Erondan kelgan Azari. Assalomu alaykum dedim men qizga qarab. Va alaykum dedi qiz. Siz musulmonmi? Shundoq Uyg'ur turklardan bo'laman. Jungodan keldim dedim men javoban. Kechiring, men o'z ona tilimda gaplasha olmayman. Siz Ozarbayjoncha paranglasha olmamsiz deb so'radim ishonolmay. Shundoq nihoyat afsus dedi qiz. Biz tamoqqa o'ltirdik. Samiraga Uyg'urcha so'zlab sinoq qilib boqqan bo'lsam-mu, qanday yaxshi bo'ladi dedim ichimda. Baku aeroportida tunigan vaqtimda xizmatchilar Uyg'urcha so'zlab uqtira olgan edim. Samira g'unji bo'y, oq suzuk qiz bo'lib, sochlari va qoshlari qip-qora edi. O'skilan kirpiklari qora ko'zlarining jozibasini texmi oshirgan. Burkut tumshuqidek agmash qoshlari nihaldek yumron bu qizni jasur qilib ko'rsatdi. Sarg'u chaqmoq ko'pta va temir rang padich ishton, siyriq ranglik sayat oyog'iga kiyib olgan Samiraning xushbichimi mana-men deb ko'rinib turadi. Samira Farscha va inglizcha so'zlaydi ekan. U menga yaqin kelgusida Ozarbayjonga berib, azar tilini o'rganadigan planning borligini, Eronga qaytib ketish o'yining yo'qligini aytdi. Men Londondagi azari qarindoshlarim bilan uchrashib qolishdan xijil bo'laman dedi u. Lekin bu o'zini pasipaldagi ayash bo'ladi dedim men. Biz tamoqni tezroq yeb, zaldan o'rin oldik. Samira yenimda o'ltirdi, sahna yo'rdi, zalning chirog'i o'chdi. Muqamchilar bir qalonchi, bir dabchi, bir g'azalxon sahnaga silib qo'yilgan ko'rpada chazi qurib o'ltirishdi. Mikrofon pakarlatildi. Bir ayol bu oqshomning Ozarbayjondan taklif qilingan yerlik muqamchilarga berilganligini, uning tilmi qimmatlik, unutilmas bir oqshom ekanligini bayon qildi va muqamchilarni qisqacha tunishtirib sahnani muqamchilarga berdi. G'azalxon bola so'zib aytishga boshladi. Zalning ichi jimib ketdi. Bolaning ko'zlari yumildi, mushtumlari tugildi. Bala go'yo sahnada emas, tarixning qaynimiga sho'ng'ib ketgan edi. Muhabbat va mehnatning dard alamlari nag'malarining nazokatidan mas bo'lib, titragan holda oshiqlarning ko'zlaridan do'milaydi. Saqiya maysunki dami g'amdur hushyorlik, mastlikdir kim qilur g'am ahliga g'amxorlik. Ey saqi, sharob sunki, hushyorlik degan g'am to'ziqidir. G'am ahliga sarxushlikdan boshqa g'am yo'q. Var fikrin yo'q, g'amin chekmek nadir bir jam ila, bir xabar qilgin menga, bir ola yo'qlik varliq. Bu bar u yo'q deb g'am yeyishning hojati nima? Bir qadah bilan men xalos qilki, ko'zimda barliq bilan yo'qlik bir bo'lsin. İnsanlar bu dünyanın külbət və g'am dishvarlaridan saqit bo'lishning turli yo'lini izladi. Sharq shoirlari aşı qutulishning resipini sharob degan metaforiga jamladi. Lekin sharobning ma'nosini izlashdagi oxirlashgani yo'q. Shu muqamlarning mo'ngi zamonimizga o'rtaq. Men muqam anglatib Fuzulining yuqorqi misralarini qayta massa qildim. Muqam uyg'otgan kayfiyat she'rining balog'atini yangiboshdan bo'lakcha bir alpasda pash qildi. Naq maydonda o'rinlanayotgan muqam menga turklarning asli turmushdagi udarlarni bir qadar ro'shan anglatgandek bo'ldi. Bu jihatda u bizning Do'lan muqamiga yaqindek tuyuldi. Bir bilik muqam o'rinlangandan keyin zalning chiroqlari yondi. Riyosatchi ayol sahnaga chiqib, G'azalxon bolaning qora sochlarini silab qo'yib mundoq dedi. Men bu bal aytgan muqamni anglab, uni bir mo'jizamikin deb sochlarini tutib baqdim. Vaholanki u bolaning chechi odatdagi odamlarning chechiga o'xshaydi ekan. Qaraganda bizga bu mo'jizlik tuyg'ularni ato qilayotgan narsa san'at ekan. San'at insonlardagi mo'jizaning bir ifodasi. Biz uni tarjimansizla tushunib yetaladik. Zalda qizg'in olqishlar yangradi. Chiroq o'chib muqamlarning yangi bo'ligi boshlandi. Tekstlarni tushunolmadim, faqat muzikada zo'q olaladim, dedi Samira menga orliqda. Lekin men asosan tushundim dedim javoban. Kechilik oxirlashganda men Samiraga, bu kecha sizning ona tilingizni tepib olishingizga cho'qim ilhom berdi dedim. Rostilla hayajonlandim, dedi Samira. Men Vilning oldida xijil bo'lishim kerak. Biz xo'shlashdik. Kechda avtobus ozod edi. Chetirak bir o'rinda o'ltirib xiyolga cho'kdim. Esimga Eron shoiri Imron Solih keldi. Men uni 2006-yili kuzda Urumchida ko'rgan edim. Shu yili u 8 davlat shoirlaridan tashkillangan Pamir she'riyat sabriga qatnashib, Qashqar taraflarga berib Urumchiga qaytib kelish ekan.
Şair Şijuan riyosatchilik qilgan she'riyat kechiligiga Farhod Ilyas, Aybu Yaqub uchimiz qatnashgan edik. İmran Salih teklif bilan she'r o'qidi. Kasbim adabiyot bo'lg'achqimikin, davlatlarni hamon shu davlatlarning shoirlari bilan bog'lab tasavvur qiladigan odatim bor. Masalan, Germaniya desa Hayoti, Amerika desa Walt Whitman ismi keladi. Ma'lumki, Eron shoirlar davlati. Eron shoirlaridan bevosita ko'rganim İmran Salih bo'lg'achqimikin, chochlari oqargan, salmoq bu peshqadam shoir ko'z oldimda